Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 15-aprel 2026-yil, haftaning chorshanba kuni. Mana yonimizda turgan qarshimizdagi pista hayvon pista, tagi Evron pista. Bu hozirda 7 yoshga kirgan, 2 yildan beri hosil ko'rsatib o'tgan yil boshlagan. Hosildorligi shu yil yaxshi. Meva ishlashlari ham yaxshi. Mana e'tibor qilamiz. Mana mevalar o'zi ushlab qoldi, donakcha bo'lib qoldi. Bular meva ushlashini yaxshi ushlashiga birinchi o'rinda erkak pistani to'g'ri payvand qilish kerak. 10 ga 1 sxemada. Keyin ikkinchi masala, yozgi paytda shiracha, urg'unch ekkaniga vaqtida dorilarni berish kerak. Keyin kuzda amofos kaliy berish kerak. Amofos kaliy ham hosildorlikda oshishiga yordam qiladi. Amofos ildizni rivojlantirsa, kaliy hosilni ushlashiga yordam qiladi. Undan keyin hamdam pistalarda payvand qilish kerak 100%. Payvand qilinmasa hosillari kam bo'lib qoladi. Mana hozir payvand pistani ko'rib turibmiz. Hosillari yaxshi. Mana kundan yaqinlarda ham hosillari bor, past tomonlarda. Faqat uchida emas, mana pastki shoxalarda ham hosili yaxshi. Mana eng pastlarini ko'rsataman. Hosillari yaxshi. Yuqorida ham bor. Bunday ba'zi joylarda o'tgan yilgi shirachani ozmoz asoratlari qolgan. Mana bu pista ham o'sha pista qatori yoshi teng Evron pista, faqat payvand qilinmagan. Buni farqi bilinib turibdi, hosillari kam. Asosan daraxt ichki qismlarida hosil ushlagan. Mana tepalarda pastda yo'q hosil. Mana e'tibor qilamiz, pastda hosil yo'q. Asosan tepada. Lekin shaylanishi yaxshi. Yaxshi meva ushlaydi. Mana meva ishlashi yaxshi. O'tgan yilgidan ancha ko'proq ushlagan mevalar, faqat hosildorligi kam. Ana shu minus tomonlari shu. Payvand qilinmagan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.